Nechinchi marta Humo sanatoriyaga kelishingiz? 3-marta kelishim. Nimaga aynan Humo sanatoriyasiga kelasiz? Toza, doktorlari yaxshi, mohiyatan vrachlari yaxshi, pokizaligi, ovqatlari yaxshiligi uchun Kenneyam bilan kelasiz? kenniz bilan kelaman. Xo'p, Kenneyam ham rozimilar shekka kelishingizdan, doim shekka kelishingizdan. Rozi, har safar kelyapmiz, o'sha yaxshilik uchun kelyapmiz. Kenneyam qanaqa kasalliklari bor edi? Kenniz sahari bordi. Sahar 17 edi. Hozir mana 7 ga tushib qopti. Normalniy. Pashti yo'qolib qopti. O'zingizda qanaqa bemorlik bor edi? Menda davleniya bor edi. Davleniyalarim bor edi. Sportchi edim. Shu hozir davleniyalar tushib, normalniy bo'lib qoldi. Yaxshilik uchun kelyapmiz. Mana 3-kelishimiz. Qizlarga, doktorlarga rahmat hammasiga. Xo'p, sizni ko'rib turgan, tanish bilishlaringizga qaysi sanatoriyaga kelib dam olishlarini tavsiya qilasiz Chimyondagi? Albatta Humo sanatoriyasida. Hamma yo'g'i yaxshi, ovqatlari, mashinalari, hammasi zo'r, odam vrachlari. Eng zo'r sanatoriy Humo deb bilamizda. Humo sanatoriyasining pastda nomerlarini profildan qoldiryapmiz. Bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar.